Telegramda vizov, ya'ni qo'ng'iroq qilish hammaga ochiq turadi, lekin sizga hech qaysi qo'ng'iroq kelmaydi. Ya'ni пропущение bo'lib keladi sizga. Buni qanday qilishni o'rgataman. Bizda misol mana ikkita telefonimiz bor. Bundan hozir bunga telefon qilamiz. Mana telefon bo'lyapti. Endi nima qilamiz? Biz qo'ng'iroqni qabul qilmoqchi bo'lmagan telefonda hozir mana bu yerdan настройкаga kiramiz, konfidensialniyaga kiramiz. Bu yerdan устройствоga kiramiz. Keyin bu yerdan qurilmalarimiz chiqib keladi. Shu xohlagan qaysi qurilmaga qabul qilishni xohlamasak, o'shani bosamiz ustiga. Va mana buni o'chirib qo'yamiz. Принят zvonkini o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi mana bundan qo'ng'iroq qilamiz desak, mana zaпрос bo'lib turadi-da, vizov ketmaydi. Ikkita bossak ham, qaytadan bosib ko'rsak ham, mana vizov ketmaydi. Endi ochib ko'ramiz. Ustiga bosamiz. Qo'ng'iroqchani qo'shamiz. Bundan boshqatdan berib ko'ramiz mana. Vizov. Mana.